Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Rus tilidan navbatdagi darsimizni boshlaymiz. Hayotiy kerakli gaplar, aralash gaplar sizga yoqadi deb o'ylayman. Kanalimga obuna bo'ling, layklar bosing va mening kanalimni qo'llab-quvvatlashda charchamang. Bu men uchun juda ham zarur. Tushunasizlar buni? Darsimizni boshladik. Sizga va sizning yaqinlaringizga sog'lik tilak bildirasiz-ku. O'shani ishlatasiz. Sizga va sizning yaqinlaringizga sog'lik. Здоровья вам и вашим близким. Здоровья вам и вашим близким. Здоровья вам и вашим близким. deb tarjima qilinadi. Navbatdagi gapimiz tushunmayman. Qanday shunday qilish mumkin? Hayratlanamiz-ku, biror bir ish qilib qo'ysa mumkin emas bo'lgan narsani. Tushunmayman. Qanday shunday qilish mumkin? Не понимаю, как так можно сделать? deb tarjima qilinadi. Не понимаю, как так можно сделать? Не понимаю, как так можно сделать? Shunaqa odamlar ko'p bo'lsin. Shunaqa odamlar ko'p bo'lsa edi degan gapni biz побольше бы таких людей. Побольше бы таких людей. Побольше бы таких людей deb tarjima qilamiz. Oltin qo'llar. Birovga aytamiz-ku, bir usta insonlar bo'ladi, qo'ldan hamma ishlar keladigan, hammaga yaxshi qila oladigan insonlar bor. Qo'li oltin ekan qo'llari deb aytamiz. Zолотые руки. Zолотые руки. Bu yerda qarang, zolotiye deb yoziladi, o bilan ikkalasi ham, lekin o'qiganimizda ikkalasi ham a ga o'xshab ketadi. Zolotiye ruki. Chunki urg'i, udarение tovushiga tushyapti. O'shaning uchun tovushi balandroq aytiladi. Zolotiye ruki. U vas zolotiye ruki. Sizning qo'llaringiz tilla, sizning qo'llaringiz oltin, qo'lingizdan hamma ish keladi deb maqtab qo'yishingiz mumkin. O'sha insonni, qo'li oltin insonni. U vas zolotiye ruki. Axir va'da berding-ku. Axir va'da berding-ku. Ты же обещал. Ты же обещал. Sen va'da berding-ku. O'g'il bolalarga murojaat qilamiz. Обещал. Ты же обещал. Karim, ты же обещал. Agar qizlarga aytmoqchi bo'lsak, ты же обещала. Ты же обещала. Sen va'da berding-ku. Tanya, ты же обещала. Tanya, sen va'da berding-ku. Axir sen so'z berding-ku degan gapni biz boshqacharoq qilib tarjima qilamiz. Axir sen so'z berding-ku. Ты же dal слово. O'g'il bolaga aytyapmiz. Ты же dal слово. Ты же dal слово. Женский родga qiz bolaga aytmoqchi bo'lsak, ты же dala слово. Ты же dala слово. Axir sen so'z berding-ku. Ты же dala слово. Endi biz buni siz deb hurmat yuzasidan bir kishiga aytmoqchi bo'lsak, yoki uni ko'pchilikka aytmoqchi bo'lsak, bunday deb aytamiz. Вы же дали слово. Ну, вы же дали слово. Вы же слово dali. So'z berdingiz-ku siz. So'z berdingizlar-ku sizlar. Вы же обещали. Вы же обещали. Axir sizlar va'da berdingizlar-ku. Axir siz va'da berdingiz-ku deb ko'plikka va siz ma'nosiga qo'yib ishlatishimiz ham bo'ladi. Men bu yerda bitta gapni yozib ketaman, qolganlari og'zaki aytilyapti. Buni esda saqlaysiz.
gap tuzishingiz mumkin. O'shanday qilib, o'xshatib, men aytgan gaplardan, so'zlardan foydalanib. Hammasini yopiq ko'zlari bilan qiladi. Ko'zini yumib qiladi deb aytamiz-ku. Shunchalik tez qiladiki, ustalik bilan qiladiki, hammasini ko'zlarini yumib qiladi. Hammasini yopiq ko'zlari bilan qiladi. Bu gapni biz сделает всё с закрытыми глазами deb tarjima qilamiz. Сделает всё с закрытыми глазами. S закрытыми deb s bog'lovchisi bilan закрытыми qo'shib o'qiganimizda qo'shib o'qib ketamiz. Unda s закрытыми deb aytmaymiz. С закрытыми. Сделает всё с закрытыми глазами. Сделает всё с закрытыми глазами deb tarjima qilamiz. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.